Xorazm viloyatida 2025-yilda barcha davlat dasturlari doirasida 239,3 milliard so'm mablag' hisobiga 31 ta obyektda 30,16 kilometr ichimlik suv tarmog'i, 98,2 kilometr oqova suv tarmog'i, 2 ta ichimlik suv inshooti va 10 ta oqova suv inshootida qurilish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Shu jumladan Shovot tumanida ham aholining markazlashgan ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmati bilan ta'minlanganlik darajasini yaxshilash bo'yicha bir qator bunyodkorliklar amalga oshirildi. Xususan, tumanda 6 ta obyektda qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borildi. Jumladan, Maxtumquli mahallasida O'zbekiston-Turkmaniston erkin savdo zonasining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish loyihasi doirasida To'qmang'it mahallasida joylashgan 1979-yilda qurilgan suv taqsimlash inshooti rekonstruksiya qilindi. 0,18 kilometr tarmoq yotqizilib, suv taqsimlash inshootida 2 ta rezervuar, 2 ta yer osti suvini chuchuklashtirish uskunasi va 3 ta yer osti suvi qudug'i qurildi. Inshootda magistral ichimlik suv quvuridan kelgan ichimlik suviga chuchuklantirilgan va zararsizlantirilgan yer osti suvi ham qo'shiladi. Shu orqali O'zbekiston-Turkmaniston erkin savdo zonasining ichimlik suv tizimlari hamda 16 ta mahalla aholisining suv ta'minoti yaxshilandi. Men shu To'qmag'it mahallasida tug'ilganman, shuyerda o'sganman. Shuyerda aholi ichimlik suv bilan ta'minlash shuyerda qurildi. 1979-yil 28-avgust kuni ishga tushdi. Shundan beri bu vaqtda aholi oz edi. Bir ozgina suv bilan kichiklik bilan boshlangan, hozir katta bu yil hukumatimiz katta pul ajratdi. Shuni qaytadan qurish uchun, yangilash uchun qaytadan quruvchilar kelib, yana bir 4-5 oydan beri shuyerda ishlab, katta mehnat bo'ldi, katta ishlar bo'ldi. Yangidan qurilganmasa suvni tozalash inshootlari qurildi. Hozir aholimiz ham o'sishga katta 4 qishloq bor shu mana sessiyasida 4 ta qishloqda her bir qishloqda 3 tadan 4 ta mahalla bor. Hozir başta 100% yaqin suv bilan ta'minlandi. Ajoyib suv oldinlari shu eski bo'lgani uchun ko'p buzilar edi, ko'p to'xtab qolar edi. Aholi o'rtasidan ko'p gaplar so'zlar bo'lar edi. Hozir endi yaqindan beri shunday ajoyib bo'ldi. Hozir hech qanday to'xtash yo'q, uzilish yo'q. Aholi hammasi xursand. Ajoyib suv bo'ldi. Shuning uchun aholimiz hammasi millatlar. Shu o'rinda tumanda yana bir yirik qurilish Shovot tumani Rahimov nomli mahalla hududida barpo qilinayotgan Yangi O'zbekiston massivi uchun oqova suv tozalash inshooti va magistral oqova suv tarmoqlarini qurish loyihasi haqida to'xtalish joiz. Loyiha doirasida 12,15 kilometr oqova suv tarmog'i yotqizish, 2 ta oqova suv haydash va 1 ta oqova suv tozalash inshooti qurish rejalashtirilgan bo'lib, tarmoq tortish va inshootlarda qurilish ishlari yakuniga yetdi. Hozirda inshootlarni zarur uskunalar bilan to'liq jihozlash ishlari bormoqda.